22 may Xalqaro biologik xilma-xillik kuni. Bioxilma-xillik bu tabiatning bebaho boyligi. O'simliklar, hayvonlar, qushlar, baliqlar va millionlab tirik organizmlar hayoti bioxilma-xillikning ajralmas qismi hisoblanadi. 22 may sanasi 2000-yildan buyon Xalqaro biologik xilma-xillik kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Bu sana biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan kundir. Bugungi kunda unga 196 ta davlat a'zo. O'zbekistonda ham tabiatni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda 27 mingdan ortiq o'simlik va hayvonot turlari mavjud. So'nggi yillarda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar kengaymoqda. Yo'qolib ketish xavfi ostidagi yo'rg'a, tuvaloq qushlari tabiatga qo'yib yuborilmoqda. Qor qoploni, sayg'oq, Buxoro bug'usi kabi noyob hayvonlar soni ortib bormoqda. Dorivor va yovvoyi o'simliklar plantatsiyalari tashkil etilmoqda. Bugungi kunda yurtimizda 6,6 million gektardan ziyod muhofaza etiladigan tabiiy hududlar mavjud. O'zbekiston xalqaro ekologik konvensiyalarda ham faol ishtirok etmoqda. Samarqand shahrida CITES konvensiyasining 20-tomonlar konferensiyasi o'tkazilgani buning yaqqol ifodasidir. Tabiatni asrash kelajakni asrash demak. Keling, bioxilma-xillikni birgalikda muhofaza qilaylik. 22 may Xalqaro biologik xilma-xillik kuni muborak bo'lsin.